Hammaga assalomu alaykum. Angliya mavsumiy ishlariga kelish bo'yicha odamlar yozyapti-da. Aka, siz Angliya mavsumiy ishlarini hozir yopiq deyapsiz. Lekin shunaqa deganingiz bilan ha kecha qo'shnim ketdi-yu, ilgari kuni yana bolalar ketdi-yu, ular qayerda ketyapti, deyapti. Qarang. U kelayotganlar 2025-yil sentyabrda registratsiya ochilganda registratsiyadan o'tgan bolalar. Endi 2026-yil sentyabrda ochilsa, siz registratsiyadan o'tsangiz 2027-yil mart, aprel, may, iyun oylarida Angliyaga kelasiz. Hozir siz ishonmang, e'lonlar beryapti-yu, har xil firmalar hozir ochildi, tezroq topshirib qo'y, boshqa qilib qo'y, biz seni jo'natib yuboramiz deb ular sizni aldaydi. Hozir shularga ishonib 2.700.000 so'm va 3.3 million so'm pulni to'lasiz, 3 oy pulingizni saqlab turib sizni Angliyadagi ish beruvchi qabul qilmadi degan bitta xabarni jo'natib turib, pulingizni 50% ga uxlatib yuboradi yoki 100% qaytarib bermaydi. Sizni aldayapti. Siz ishonmang. Hozir nima qilay deganlar? Faqatgina kuzatib boring, registratsiya ochilsa tushuntiramiz, aytamiz, linkini beramiz, qana o'tishni registratsiyadan o'rgatamiz. Salomat bo'linglar.